iltimos yana bir marta tayyorlab bering deyishadi agar uyingizdagilar xuddi shu retseptdan tayyorlagan sinnabonni yeb ko'rsa. Demak, mazali sinnabonni tayyorlashni boshlaymiz. Un, droji, shakar, suv, tuxum va eritilgan sariyog'ni solib, mikserda oshirma xamir tayyorlab olamiz. Sizlarda bunaqa planetarniy mikser bo'lmasa, bemalol qo'lda xamir qorib tayyorlasanglar bo'ladi. Faqat mikser skorost ko'tarilib ketib qolsa, shunaqa o'yinga tushib ketib qolish xavfi bor. Hammasi hazil. Xamir tayyor bo'lgach, qo'lda bitta ishlov berib, iliqroq joyda 40 minutcha oshirib olamiz. 40 minutdan so'ng oshgan xamirni qo'lda katta qilib yoyib olamiz. Keyin xona haroratida erigan sariyog' bilan xamirni masaj qilib, ustidan koritsa va shakarli aralashmani sepib boramiz. Keyin masajni davom ettirib, xamirni belidan ushlab, bir tekis qilib o'rab olamiz. Keyin pichoq yoki ip yordamida akkuratni qilib kesib olamiz. Undan so'ng gaz listimizga sinnabollarni taxlab, 180 gradusda pishirib olamiz. Sinnabollar pishguncha ustiga original pomadkasini tayyorlab turamiz. Tvorожный yoki plavленный sirini vinchikda aralashtirib, ustidan yumshoq sariyog' va sug'ushoniy moloko qo'shib aralashtirib, bu jarayonni tugatamiz. Xuddi shilliqur chig'anog'idek bo'lib chiqqan sinnabollarimiz ustiga tayyorlab olgan ajoyib pomadkasini suramiz va xohishga ko'ra bezatib, paqqosiga tushiramiz. Pomadkasi bilan mazasi o'zgacha bo'ladi. Koritsa yoqtirmaydiganlar ham sevib yeyishadi. O'sha gap like bosmaganda xamir oshmay qolsin.